Allohga qasam, bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardir. Bolaga berilgan va'dani bajarmaslik tarbiyadagi eng katta xatolardir. Va'da berdingmi, bajar. Kelding, dada olib keldingizmi deb chiqdi. Esdan chiqib qoldi. Habibda aytdi, yo'q, shart qayting orqaga. Borib erikmasdan olib keling. Modomiki bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamaydigan bo'lsangiz. Bolangizni tarbiyasini buzishni xohlamasangiz, va'dangiz ustida turing. Avval va'da bermang agar qilmaydigan bo'lsangiz. Chunki va'da berib turib bajarmasangiz, bolaga amaliy suratda yolg'onni o'zingiz o'rgatdingiz. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Amaliy suratda berilgan dars hech qachon esdan chiqmaydi. Bolangiz indamay qo'yaveradi, bajarmasangiz. Dada siz yolg'onchi ekansiz demaydi, indamay qo'yib bolangiz u. Hech qachon unaqa demaydi.